Qarang, turk qaynana o'rgatganda yog'li ovqatlar to'kilgan gilamlarni uy sharoitida tozalaymiz. Eng oson yo'lni o'rgataman. Masalan, hozir o'g'lim ovqat yeb o'tiribdi yonimda. To'kib yuribdi-da, olib qo'ysam yig'layapti, qo'ldan olib qo'ysam. Oddiygina sirka solasiz. 2 osh qoshiqday solsangiz bo'ldi. Limon solasiz uy sharoitida. Qanday tozalashni, yuvdirishga berishingiz shart emas. Oddiy non sodasidan kichkina choy qoshiqchada bitta solasiz. Reaksiyaga kirishadi. Ko'rdingizmi? Ko'pirib reaksiyaga kirishadi. Undan keyin ozgina qaynoq suv so'ng. Issiq suv bo'lsa ham bo'ladi, qarang. Qanday reaksiyaga kirishdi. Endi shu ovqatlar olasiz, to'kilgan ovqatini, tagida yog'ini ko'ryapsizmi? Xuddi yangiday bo'lib qoladi hozir. Ko'rsataman sizga. Lattangizni, oddiy lattangizni o'zi. Mana. Endi shuni artasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rdingizmi? Bir artishda asar ham qolmaydi yog'dan. Ko'rdingizmi? Eng yog'li ovqat. Zaytun yog'ni bilasiz, uncha-munchaga chiqmaydi. Yaxshilab bo'lib ketdi. Yangiday bo'ldi. Ko'rdingizmi? Yaqinlashtirib ko'rsatay. Shu 3 ta narsa bilan tozalaysiz, unutmang. Xuddi yangi yuvdirilganday bo'ldi. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.